Bismillahirrahmanirrahim. Ölsem endişem yok. Abduri Abdullah Carullah. Çirip ketadigan jasadimdan ansirab ketmayman. Chunki musulmon qarindoshlarim vazifasini ado qilib, tövandikilarni qiladi. Kiyimimni soldiradi. Yuyub taraydı. Kepellaydi. Uyimdan ep chiqib, yangi uyimga ep boradi. Dafna murosim uchun ko'plagan kishilar kelib qatnashadi. Balki ko'p kishilar jinozamga qatnashish uchun oldin planlangan ish jadvallarida amaldan qoldirdi. Ularning ko'pinchisi menga hayot vaqtimda nasihat qilishni o'ylabmi baxmagan bo'lishi mumkin. Mening taalluqatimning xizmati oxirlashidi. Aşqushlarim, kitoblarim, sumkam, oyoqlarim, kiyim-kechaklarim degandek. Oilamni Alloh muvaffaq qilsa, menga taalluq bo'lgan narsalarni savobi menga yetish uchun sadiqa qilib o'tishi mumkin. Shuningga ishoninglarki, menga dunyo qayg'urmaydi. Dunyoning harakatini to'xtab qolmaydi. Iqtisodiy harakat davom qilaveradi. Ish o'rnimga boshqa birisi kelib o'ltiradi. Boyliqim mirosxo'rlarim uchun haloldir. Boyliqimning hisobini bir-birlab berdig'ini men. Az bo'lsin, ko'p bo'lsin, teriqning postiga chog'liq hamma narsaning hisobi menga qoladi. Men o'lgandan keyin eng boshda amaldan qoladig'ini ismim. O'lim xabarimni anglab kelganlar ismimni chaqirmasdan meyit qani deb so'raydi. Hech kim ismimni atab chaqirmaydi. Jinoza namozimni o'qiydiganlar jinozani keltiringlar deydi. Ismimni chaqirib sanmaydi. Yerlikimni qo'ydiganlarni meyitni akilinglar deydi. Ismimni chaqirib sanmaydi. Ahvol bundoq ekan, mening nasablarimdan mag'rurlanish, qabilamdan faxrlanish, amalimni ko'z-ko'z qilish, shuhratimdan faxrlanishga arzimdi. Bu dünya to'limi pes. Oxiri biz boradigan o dünya to'limi ulug'. Ey tirik inson, bilginki sen uchun qayg'urish uch narsa uchun bo'ladi. Seni yuzaki biladiganlar bechora deb qo'ydi. Do'stlaring sen uchun bir qancha soat, bir qancha kun qayg'urib, hech ish bo'lmagandek xushal-xuram turmushini davomlashtiraverdi. Oilangizda qattiq qayg'urish bo'ladi. 1 oy, 2 oy, hatto 1 yil qayg'urishi mumkin. Uningdan keyin sizni aslima arxibiga sep qo'ydi. Kishilar orasidagi kechirmishlaring unutilib, sening haqiqiy kechirmishing boshlanadi. O bo'lsa oxirat hayoti. Sen hammadan ayrilasan. Go'zalliking, mol dunyolaring, salomatliking, bola-chaqalaring, kang tasha uy saroylaring, ayoling. Seningda nomi amallaringdan boshqa hech narsa qolmaydi. Haqiqiy hayoting boshlanadi. Bu yerdagi savol: qabrang oxirating uchun nima tayyorlik qilding?
buni jiddiy o'ylanishga to'g'ri keladi albatta. Shuning uchun tövendikilarni qat'iy tashlama. Farz ibodatlar, nafli ibodatlar, maxfiy sadaqalar, yaxshi ishlar, kechida o'qib o'qiydigan namoz. Umidki nijotlikqa erishib qolasan. Bu eslatma nihoyat vaqtingizda kishilarga eslatib qo'ysangiz, buning mukofotini qiyomatda Alloh xolisa hisob mezoningizda tepishingiz mumkin. Va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Meyd nima uchun dunyoga qaytib qolsa, sadiqini tanlaydi. Ey Rabbim, bir mezgil kechiktirgan bo'lsang, sadiq qilgan bo'lsan. Umri qilgan bo'lsam, namoz o'qigan bo'lsam, ro'za tutgan bo'lsam demadi. O'lim ala deganki, meyit o'lgandan keyin sadiq qilib olishni orzu qilishi, albatta o'lgandan keyin muhim asqatadigan narsa sadiq ekanligini bilganligidandir.